Bugun vodiyga keldik. Mana shu buldozerni hozir obzorini qilamiz. Qani ketdi. Assalomu alaykum Sherzdik. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Bu Shantu buldozerida nimalar qilyapsiz bu yerda? Endi Shantu buldozerda baliq yo'l qilyapmiz. Aha. Baliq yo'l qilyapmiz. Baliq uchun qo'l qilyapsiz. Shunaqa. Bitta haydab test qilib ko'ramizmi? Bo'ldi, ko'ramiz. Qani ketdi. Qiziq bo'lsa, like va podpiska bosinglar. Sherzdik mana yeri ko'ryapman, juda katta. Necha kvadrat bu joy? Kvadratda alig'may biz 5 gektar qilyapmiz gektariga. 5 gektar. 5 gektar, ha. 5 gektarda shu baliq ko'li qilyapmiz hozir. Sozlayapmiz. Necha kub joyi qazib chiqazdingiz bu yerda? Kubda hali qilmadi-ku, lekin 5 gektarda tak bir 70% chiqadi tashqariga. 70% dan chiqazib bo'ldingiz. Necha kun ketdi shunga? Bugun 7-kunmikin, 6-kun shunaqa. Почти bir haftada mana. Bir haftada shunaqa. 5 gektar degan joyi mana baliq ko'li uchun tayyorlab bo'lishdi. Yana 30% qolgan, yana ozgina joyi bu. Uni ham bir 3-4 kunda amallab tashlaysiz, to'g'rimi? 3-4 kunda qilib. Zo'r. Baliq ko'li uchun mana buldozer eng zo'r variant bu. Ayniqsa mana spetstexnika Toshkentdan xarid qilsanglar, biza har sharoitlarni, har bir mana gektar hammasini o'lchab turib, sizlarning sharoitingizga qarab kichkina kattasini tanlab beramiz. Agar sizlarga mana maxsus texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga buldozermi, ekskavatormi, pogrushchikmi va boshqa maxsus texnika hammasini yetkazib bera olamiz. Karyerni samospal bo'ladimi, karyerni ekskavatormi, hammasi bor bizda. Sherzdik, endi mana suhbatimizning davomida qachondan beri haydayapsiz buni? Sir bo'lmasa agar. Bu endi buni shu fevral oyida keldi, yangi fevral oyidan beri binyapmiz uni. Nima kamchiligini ko'rdingiz, nima plusini ko'rdingiz? Bir aytib bering. Kamchiligi hozircha kamchiligi yo'q. Plus endi yangi texnika, yangi texnika ham binyapmiz shu. Plus mana boshqa brendlardan, boshqa mana buldozerlardan nima farqini sezdingiz bunda? Farqini endi rivojlanishda sekin-sekin yildan yilga rivojlanib boryapti. Ichlari, salonlar, boshqa padoy hammasi sekin-sekin yildan yilga shu zamonaviy rivojlanib boryapti. Yurishlari yaxshimi? Ha, yurishlari yaxshi, hammasi joyida. Atvali masalan qiynab anaqa siltamayaptimi? Yo'q, hozircha yaxshi, unaqalari yo'q, muammosi yo'q hozircha buni. Zo'r. Qancha salar kechyapti endi bu? Salarga endi shu 13 litrdan 15 gacha olib boraveradi, shu nagrizga qarab ketaveradi. Shunaqa. Bergan xod o'zinikida 10 litr, 11 litr shunaqa. Pustoy holatda bir joydan bir joyga olish shundaqasida. Ish holatda shu 12 dan 15 gacha. 12 dan 15 gacha. Sherzdik o'zi buldozer necha yildan beri haydaysiz? Buldozerni 2010-yildan beri haydayman. 2010. Taxminan o'zi 15 yil bo'libdi. 15 yildan beri qanaqa buldozerlarni haydagansiz? Boshlanishda shu Chetra buldozerini minganmiz. Chetra. Keyingisida Lugon buldozerini mindik. Keyingisida XMG Xorazm mindik. Endi o'sha to'rtinchisi mana shu Shantuga keldik hozir. Shu yil davomida. O'sha Lugon deysiz, mana XMG deysiz, nima muammolarga uchragansiz ularda ko'proq? Ko'proq endi shu Lugondagi korobkasi, gempasiga uchraganmiz. Umuman shu 7 ming, 8 mingdan keyin ana shu holatga qizib ketishimiz bor.
yog' sirkasi elanmay qoladi. Na. Datchik o'tiraveradi. Na. Tak motor sohasida u o'rgandig'i hadovoy xoda sohasida muammo yo'q unda. Narigi chetrada injektor minganmiz. Injektor bizni yoqilg'i javob bermaslik sabab injektor ko'p bo'lardi unda. Na. Shunaqa edi. XMG Xorazmda 2 yilcha mindim, unda haligi bir muammoni hali qilganim yo'q. Endi 2 yil oradan mingan bolasini. Mo'ljaligisini hali qilganimiz yo'q. Na, tushunarli. Shantuy tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Shantuy tanlashimizga sabab endi yangiligi yaxshi, ana siplari eng oxirgi model anaqa Shirokiylari ancha joyda botmaydi, boshqa qilmaydi, bu joyga kirib ketaverasiz, solaverasiz. Ish talab kuchli shunisiga. Bu adashmasam mexanika. Ha, mexanika. Mexanika korobka. Mexanika korobka va Shantu brendi spetstexnika Toshkentda olib keltirilgan va bu ma'lumot uchun hammaga aytaman. Dunyo brendlari bo'yicha mana maxsus texnikalar bo'yicha mana Caterpillar, Komatsular bor, to'g'rimi? Katla bor. Komatsu bilan bu birga savmestni ishlaydi. O'shaning uchun buni korobkasi bormi, motori bormi, juda mustahkam qilib ishlangan. U ancha yil sizga xizmat qilib beradi. 7000 da ham, 10 mingtada ham, 20 mingtada ham unaqa ketib qolmaydi. Xudo xolasa yaxshi nima qilaman, yaxshi rozi bo'lib, rahmat deb haydaysiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yana kelsalar bir 5-6 yildan keyin aytamiz natijasini. Endi mana buldozerni ko'ryapmiz. Ko'rinishdan baquvvat, zo'r. Endi buni qulayliklari haqida gapirib bering. Mana ichida kabinasida o'tirasiz siz. Qulayliklari mana yaxshi. Yozgi kunlar mana konsertda qolamiz, konsertda maza qilib ishlaymiz. Joyligisi issiqda muammo yo'q. Qishki kunlar pechka ishlaydi, unda ham birligisi yo'q. Umuman muammo yo'q kabinada o'tirib ishlashga, undaqaga boshqaga. Boshqaruvdachi mana jo'stikli. Boshqaruvda endi mexanika. Moslashib olsangiz, sizga uni hech qanaqa muammosi yo'q. Biladigan odamga hech qanaqa muammoligisi yo'q narsani. O'rganib biladigan narsa u, hamma meni yurgan, boshqagan necha minsa hal qilaveradigan narsa u. Qulayliklari yaxshi. Siplar yangi formatda chiqqan bular. Eski kiskalarda yo'q, mana bular mana. Tashqaridan mana juda shovqinli bu, to'g'rimi? Ichkaridachi, ichkarida qanaqa? Ichkarida shovqini yo'q uni. Kabinalar yopilganiga shovqini yo'q. O'zi maxsus naushnigi bor, o'zida kelgan. Uni taqib olsangiz, shu korobka motor ovozini eshitasiz xolos. Qolgan umuman shovqin umuman kirilmaydi, qilmaydi. Zo'r. Qarang, boshqa brendlarni eshitdim, именно buldozerda, aynan buldozerda korobka saponidan moy oqib ketayotgan ekanda. Yangi buldozer, ozgina ishlatilgan, o'sha oyiga bir 20-30 litr moyini to'kib ekan. Bunda unaqa bo'lmayaptimi? Yo'q, bunda unaqa bo'lgani yo'q. Hali mana o'sha 2000 soatga yaqinlashyapmiz, hali 1 gram bir joydan moy qilgani yo'q buni. Oqib hali qilingani yo'q, umuman 1 gram. Endi yog'ini vaqtda almashtirib, vaqtda qilib yuribmiz. Ilginisi kitobida aytgan ishini qilib, filtrlarni vaqtda almashtirib hali qilibmiz. Zo'r. Bunaqa muammo yo'q, unda yog' poqish falan, ilginisi yo'q. Hozircha hammasi zo'r. Mana qaranglar, spetstexnika Toshkentda biza aynan mana shunaqa moshniy, zo'r texnikalarni olib kelib beramiz. Buldozermi, ekskavatormi, pogruzchikmi? Agar sizga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar, biza sizga yetkazib beramiz. Aytgancha, promokod esingizdan chiqmasin. 10 million so'm skidka qilib beramiz, ya'ni chegirma. Promokod Oqiljon 2025 yoki. Rasmga ham olasizmi? Rasmga olmasa bo'lmaydi-ku buni. Rasmga olmasa. Va'da qilingan narsa bu. Omonat. Ham stulni. Stulni olib qo'yaylik. Mana qarang. Faqat Polaris degani endi ishlatishi uchun olarsiz. Kofesini ham olib keldik. Kofesi ham bor. Super Blend Arabica Robusta 60 40. Unaqa achqim turmas. Yengil. Kelib turamiz ekan endi.
Hali şeyden ketmişti. Bu güzel. Gapimiz bo'lsa har Balıklarımdan bir de gapimiz varsa. Ana endi bo'ldi ekan, ha? baliqchilik haqiqiy kofega o'rganadi. Sizga mana spetstexnika Toshkentdan buldozer olganingizga nima qulaychiliklarni ko'rdingiz? Spetstexnikani qulaychilari 1 yilgacha servis xizmati bor ekan. Qanaqa muammo bo'lsa, boshqa bo'lsa, boya almashtirish vaqtlari kelsa o'zlari kelib almashtirib qilib berishar ekan. Shu tomonlama niqalari bor ekan. 1 yilgacha o'zlari nazoratda ekan, nazorat olib qo'yar ekan. Spetstexnika Toshkentda mana любой masalan texnika olsangiz, maxsus texnika olsangiz, 1 yil ichida bepul texnik ko'rikdan o'tkazib beramiz. Nimasi buzilgan bo'lsa yoki nimalari bo'shab qolgan bo'lsa, hammasini qotirib, to'g'rilab, hammasini cho'tka qilib yana ishlashga tayyor qilib beramiz. Agar nimadir problema bo'lib qoladimi, boshqa narsani bemalol aloqaga chiqarsanglar bo'ladi. Bir kun necha soat ishlayapsiz bunda? Hozirgi kunda sezon kunlari 15 soat, 16 soatga boryapmiz. Shirik bor. 8 soatdan qilamiz. 15 soat, 16 soatdan. Motor taqalab qolmayaptimi? Yo'q, Qizib ketmayaptimi? Yo'q, qizish shunaqasi yo'q. Shantoyda spetstexnikadan olib keltirgandan keyin bunaqasi bo'lmaydi. Yo'q, unaqaligina suv ham yo'q, mana minimal qilib turibmiz. Kelgandan birin shu kam 10 soat. Zo'r. Mana tinmasdan mana 24 soat bo'ladimi, yilda 365 kun bo'ladimi, to'xtamasdan xizmat qilib bera oladi. Videomiz yoqgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Biz bu videomizni tugatamiz. Sherstga rahmat. Charchamang. Sog' bo'ling, bo'pti. STT zo'r!